akalar, g'am bilan dard billa keldi. Faqat men azoblanishga tug'ilganmanmi? Mana uni qaranglar-da akalar. Bundan 6 oy oldin bitta o'rtog'im kelib turib, mana jentrang bilan damazingni sotgan, tarvuz ekkan, o'ta puling ko'payib ketadi dedi. Men ahmoq jentramni ham, damazimni ham sotib, mana shu ko'rib turgan joylaringda 10 gektar tarvuzni ekdim akalar. Uni ham qayoringlar? Bu hech balo emas. 15 kun oldin tarvuz 15 ming so'm edi. Men taralla yalloq qilib betlarimga qollar yurib turuvdi. Tarvuzim endi pishganda 1,2 mingga tushib ketdi. Endi nima qilishimni bilmasdan to'g'risi bor, jinnixonaga ketkim kelyapti. Ana o'rtog'imni rosa qidiryapman. O'rtog'im ham yo'q. Kamiga ana mashinalarim ham yo'q. Endi akalar menga sroshni bitta jinnixonani yozib bermasalar, o'sha ketaman. Mana shu videoni shu tarvuzdan azoblanib turgan dehqonlarga jo'natib qo'yamiz. Joninglar sog' bo'lsin.